fakt bilan gapiraman. Bu hayotda insonlarni boshqaradigan tizim bor va uni yaratishgan va uni insonlar ko'rmasligi uchun, sezmasligi uchun uni yashirishadi. Uni ko'rmayapman deganing u yo'q degani emas. Maktabingdan tortib, tug'ilishingdagi bog'changdan tortib, hattoki televizorlarda berilayotgan ma'lumotlar, hozir Instagramda tiqilayotgan ma'lumotlardan tortib, hammasi insonlarni boshqarish uchun. Ertalab turganingda даже internet, Instagramning kovlashingni, ular datangni, ya'ni san haqingda ma'lumotlarni sandan ko'ra, ota-onangdan ko'ra yaxshiroq bilishadi. Ular senga kim qaysi reelsda o'tiribsan, qaysi necha soniya o'tiribsan, kimga yozishyapsan, kimni ko'ryapsan, barchasini sendan yaxshi bilishadi va senga nimani taqdim qilishsa, sen qaysi yo'ldan yurishini yaxshi bilishadi. Bu narsalar miyangga sig'masligi mumkin, lekin bu ayni haqiqat. Qara, bunga isbot 2025 ni shunchaki chalg'ib o'tkazib yubording. Chunki ularga fikrlaydigan insonlar kerak emas. Chunki fikrlaydigan insonlar nima qilayotganlarini, seni qanday boshqarayotganlarini tushunishni boshlaydi. Ularga bu narsa nevigetni. Dunyoga ishchilar kerak.